do'stlar qo'shiq tabassumlar ulashamiz, qo'shiq tinglab mazza qilib kulishamiz. Qolmasin ey dilda qayg'u g'uboringiz, tashvishlarni mayli keling bo'lishamiz, tashvishlarni mayli keling bo'lishamiz. Besh kun dunyo uchrashaylik vaqti va do'stlar keling Buxorocha chaqchaq. Besh kun dunyo uchrashaylik vaqti va do'stlar keling Buxorocha chaqchaq. Hayot go'zal, tashvishlardan bo'ling yiroq, hech o'chmasin tinchlik degan yorug' chiroq. Kulib yuring, uymang hech ham qoshiq havo. Besh kun dunyo uchrashaylik vaqti va do'stlar keling Buxorocha chaqchaq. Vatan mehri qalbimizda mehriyo, bizga bo'ldi o'yin ko'rgu jonli ijro. San'atini kunlar doim qo'llasin, Shashmaqomni yurtda asli bu Buxoro, Shashmaqomni yurtda asli bu Buxoro. Besh kun dunyo uchrashaylik vaqti va do'stlar keling Buxorocha chaqchaq. Besh kun dunyo uchrashaylik vaqti va do'stlar keling Buxorocha chaqchaq. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabin do'stlar. Do'stlar diydori yoki Buxorocha chaqchaq ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum aziz qo'shiq sevar, kulgu sevar do'stlar. Mana bugun sizlarda yana diydorlashdik, yana ko'rishdik. To'g'ri aytasiz Salohiddinjon. Chunki san'atkorlarimiz avvalgi safar aytganimizdek, xalqimizni to'ylarda, bayramlarda, yaxshi kunlarda xizmatda bo'ladilar. Lekin mana bugun o'zlarini ham xonadonlarda desak ham bo'ladi, chiroyli bayram qilib to'y o'tkazishyapti. Do'stlarni diydoriga to'yishyapti. Mana shu ko'rsatuvimizni tayyorlashda bizga yordam berib turgan Buxoro shahridagi Qaqnus restoranining ishchilariga, xizmatchilariga, hurmatli rahbarlarga biz Istiqlol televideniyasi nomidan hamda barcha san'atkorlar nomidan yana bir karra o'zimizni tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Aziz muxlislar, demak ekrandan uzoqlashmang, biz bilan birga bo'ling. Do'stlar diydori yoxud Buxorocha chaqchaq. Do'stlar qo'shiq tabassumlar ulashamiz. Qo'shiq tinglab maza qilib kulishamiz. Marhamat Salohiddinjon, biz san'atkorlarga yaqinroq boraylik. Dilmurodjon, mumtoz qo'shiqlarning ustasisiz. Hayotingizdan biz bilamiz sizni ustozingiz O'zbekiston xalq artisti O'lmas Rasulov. U kishi juda ham hazilkash inson, o'yin kulgini yaxshi ko'radigan inson. Shu kishi bilan bo'lib o'tgan voqealardan sizdan eshitamiz deb bir niyat qildik. Rahmat Majid aka. Avvalo mening ustozim Yusuf aka Shukurov. Endi u kishidan ham saboq olganmiz O'lmas akadan. O'lmas aka ham katta ustoz. Men barcha Buxoro xalqini yana kirib kelayotgan bahor bayrami, Navro'zi ayyom bilan chin qalbdan tabriklayman. Xonadonlarni hech qachon to'y, hashamlar tark etmasin. Ana shu yerda o'tirgan barcha san'atkorlar shu xalqimizni xizmatda hamma vaqt bo'lsin. Endi Buxorocha chaqchaq deganda barcha san'atkorlar biz bilamizki, masalan, xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilamiz-da biz. O'sha yaxshi kunda endi yaxshi bir nimalar bo'ladi-da. Hangomalar bo'ladi, yaxshi bir nimalar bo'ladi. Bir kuni bir xalqimizni mana shu bir to'ydan chiqib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist O'lmas aka Rasulov, ustoz, mana Shuhrat aka Tillayev bu voqeaga endi bu chaqchaqga bir 25 yil, 26 yil bo'lyapti-da. Va meni o'zim endi yoshgina yigitcha biz borib bir choyxonada o'tirdik-ku. Endi Shuhrat akaning mashinasida, Shuhrat akaning otalari yangi bir mashina olganlar, endi mukofot nima sovg'a berilgan. Mana shu o'sha mashinaga o'tirdik. Endi u kishi ham haydovchilikni yaxshi bilmaydi o'zida. Yaxshi hayda bilmaydi. Hammasi bo'lgandan keyin aytdilar-ki, Shuhrat aka, sen haydashni bilasanmi? Men aytdim, "Ha, men ham bir dastlabda o'qiganman. Ha mayli bo'lmasa o'zim haydab ketaman." Mayli haydab ketavering deb bir payt chiqdik yo'lga. Endi o'sha choyxonadan bir 3 kilometrmi, 4 kilometr xonadonlarigacha burilish joyida birinchi shu simyog'ochga borib mashinani urdilar u kishi akam. Biz endi hayronda taqqillagandan keyin O'lmas akam aytdilar-ki, "Dilmurodjon, bu kishi urdilarmi mashinani?" Men aytdim, "Ha, ustoz urdilarmi nima?" Endi Shuhrat akani uyi ham
bir 30 metr otalari chiqib o'tirdilar. O'sha yerda yaqinlashib qoldik-da uyga. Otalari ham chiqib o'tirdilar. Endi Shuhrat akani ahvolini ko'rsangiz, işte moshindan tushdilar, boshini changallab o'tirib oldilar-da. Otalari kelyaptilar endi. Otalari keldilar, moshinga yaqinlashib keldilar. Keyin aytdilar-ki, "Ha, endi o'lmasjon, bu ko'ha endi bu yosh, masalan. Sizni ko'zingiz qayerda edi? Kap-katta odam desalar agar. Shu yerda ustoz ham endi nimaga boyku, hazilga boyku. Sherni ko'rmay qolibman-da" dedilar. Asta qadam tashlab murcham yoninasin, g'animlar ko'zini yoshlab dilda tug'yon o'ynasin. Ko'rmaganga olar kulib, chiqonlari qahqah urib. Ko'rmaganga olar kulib, chiqonlari qahqah urib. Jinasini yona surib, oqtobon o'ynasin. Jinasini yona surib, oqtobon o'ynasin. O'ynasin, o'ynasin, oqtobon o'ynasin. O'ynasin, o'ynasin, shirin zamon o'ynasin. Kelganligini bildirib, chiqqonlarini kuldirib. Kelganligini bildirib, chiqqonlarini kuldirib. Yurak bag'rimni uydirib, vaqti hijron o'ynasin. Ey yurak bag'rimni kuldirib, vaqti hijron o'ynasin. O'ynasin, o'ynasin, vaqti hijron o'ynasin. O'ynasin, o'ynasin, shirin zamon o'ynasin. Vaqti hijron o'ynasin. O mening dilimni yaralab, gul rayhon o'ynasin. Ko'ksidan orin o'ynatib, egam jonini siynatib. Ko'ksidan orin o'ynatib, egam jonini siynatib. Tanda vujudim qiynatib, ruhi ravon o'ynasin. Tanda vujudim qiynatib, ruhi ravon o'ynasin. O'ynasin, o'ynasin, mohtobon o'ynasin. O'ynasin, o'ynasin, ruhi ravon o'ynasin. Mohtobon o'ynasin. Ruhi ravon o'ynasin. Shirin zamon o'ynasin. Mana bizni navbatdagi san'atkorimiz ham Buxoromizning ajoyib yigitlardan, Buxoromizning san'at sohasida ustozlarga ergashib Azmi shahar Toshkentda o'tkazilgan azizlar Nihol mukofotini sovrindori bo'lib kelgan do'stimiz Jo'raboy Hafizov.
Jaraboy, sizdan iltimos qilib so'radim. Mana bu chiroyli mukofotni olib kelgansiz. Albatta Buxoromizda bu mukofotni 2 yo 3 kishi san'atkorlarning orasidan olgan bo'lsa kerak. Birinchidan sizga mukofotlar muborak bo'lsin. Rahmat Majid. Jaraboy, shu mashaqqatli, shu mukofotga erishgancha hayot yo'lidagi qiyinchiliklar ham ko'p bo'lgan. To'g'rimi? Majid aka, rahmat sizlarga, mana shu tashkilotchilarga, Buxorocha chaqchaq dasturini tashkilotchilariga rahmat deyman. Shu Rustamjon aytganday, bizlar shu Rustamjon bilan birga Toshkentda o'qib yurgan paytlarimiz endi juda ko'p voqealar bo'lganda, bir farg'onalik Dilmurod degan bir qori do'stimiz bor edi-da. Bizdan bir 2 bosqich pastda o'qirdi u. Endi birinchi kursda o'qishga keldi u. Endi gapirishi sal qiziq. Misol, Jo'raboy aka yaxshimisiz demoqchi bo'lsa, Jo'raboy aka yaxshimisiz deb gapirardi-da. Endi uni bir Samarqandlik G'iyos degan bir tamburchi do'stimiz bor edi. O'sha G'iyos bilan ikkimiz bir-birimizni ko'rsak, Dilmurod yonimizda bo'lmasa, xuddi o'sha qanday gapirib, hol-ahvol so'raydi, o'shanday bir-birimizdan hol-ahvol so'radik-da kulishib. Ovozini o'xshatardingiz. Ovozini o'xshatardik. Keyin bir kun uyda o'tirsam, G'iyos do'stimni uyali aloqa telefonimga telefon bo'lyapti. Buni qarasam, G'iyos do'stimning o'sha nomerdan telefon bo'lyapti-da. Keyin men o'yladimki, shu G'iyos bo'lsa kerak deb o'yladim-da, shuni telefonni ko'tarib, "Alo" desam, "Jo'raboy aka yaxshimisiz?" dedi. Men aytdim, "Rahmat, yaxshiman" dedim. Keyin men aytdimki, "Shu G'iyosjon Dilmurodjonni ko'rmasmi" desam, "Men Dilmurodjonman, G'iyosjon yonimga" deyapti. G'iyosni telefondan keyin bilsam, u G'iyos do'stimning telefonidan telefon qilgan ekanman. Shirin jonim sizga beray. Siz mani yorimsiz, siz mani jonimsiz, siz mani yorimsiz, siz mani jonimsiz. Orzu aylagan vafodorimsiz, vafodorimsiz. Orzu aylagan vafodorimsiz, vafodorimsiz.
bu chaqchaqni bir ustoz san'atkorimiz menga aytib bergandilar. Bir hofiz qo'shiq aytib o'tirganda o'zini shinavandasi kelib to'yga aytmoqchi bo'lib aytdiki, hofiz, men sizni to'yga zakaz qilmoqchi edim. Bo'sh kuningiz bormi? Shunaqa deganda u Minsk bilan qo'shiq aytib o'tirganda u chalg'imaydi-ku. Aytib o'tirib, hozir men qo'shig'im tugasin, men sizga hozir aytaman degan ma'noda buni aytgan ekan, u sal 50 ta olgan. O'ylabdiki, daftar oldida daftar turibdi. O'ylabdiki, daftarda demak yozilgan qaysi kunlar bo'sh. Qarasa, u yerda endi musiqachilar ko'p biladi, trek qo'shiqlar yozilardi. Birinchi trek, ikkinchi trek, uchinchi trek, falon qo'shiq. Buna qarasa, birinchi trek 3, 4, 5, 25, 35, 45 ketibdi. To'ylar podrяд kelgan ekan. Jonlar tasadduqing yoy, husning bahori bo'lsa, bo'stonda bulbuling ham vaslingga zor bo'lsa, tomchog'i oftob yuzing, ochsa seni yo'lingga, zardan etib poyandoz, ko'p intizor bo'lsa, zardan etib poyandoz, ko'p intizor bo'lsa, qo'ysang qadam uyumga, kunlar bo'lur charog'im, har boqishingda sayyora bor bo'lsa, qo'ysang qadam uyumga, tunlar bo'lur charog'im, har boqishingda 100 ming sayyora bor bo'lsa. Safta qator bo'lsa, qo'ysang qadam uyumga, kunlar bo'lur charog'im, har boqishingda 100 ming sayyora bor bo'lsa, qo'ysang qadam uyumga, kunlar bo'lur charog'im, har boqishingda 100 ming sayyora bor bo'lsa. Sayyora bor bo'lsa, qo'ysang qadam uyumga, tunlar bo'lur charog'im, har boqishingda 100 ming sayyora bor bo'lsa, qo'ysang qadam uyumga, tunlar bo'lur charog'im, har boqishingda 100 ming sayyora bor bo'lsa, qo'ysang qadam uyumga, tunlar bo'lur charog'im, har boqishingda 100 ming sayyora bor bo'lsa. Avvalambor mana shu davrada biz yosh san'atkorlarni ham mana shu ustozlarimizni davrasiga shu hurmat qilib chaqirganlar uchun avvalambor tashkilotchilarga shu Buxorocha chaqchaq ko'rsatuvini tashkilotchilarga o'zim nomidan rahmatlar aytaman. Endi biz mana 4 yil avval san'at kollejida, keyin Toshkent davlat O'zbekiston davlat konservatoriyasida 4 yil o'qib keldik. Mana akalarimiz o'qib yurgan paytlar, endi talabalik davridagi bo'lib o'tgan bir qiz voqeani aytaman. 4-kursda o'qib yurgan paytimiz endi bir Suyma opa degan olima opamiz borlar, Navoiyshunos.
o'sha kishi endi bizda ham dars beradilar, yana boshqa oliygohlarda ham dars beradilar. Endi o'sha kishi bir guruh bilan boshqa institutda Navoiy xonlik va Boburni tug'ilgan kuniga bag'ishlangan bir ijodiy kecha o'tkazish uchun bizdan iltimos qildilarki, sizlar borib bir ikkita Navoiyni ashulalardan, keyin Boburni qo'shiqlardan bo'pti ustoz deb bordik. Haligi olib boruvchi qiz keldi endi bizning yonimizga. Sizlar nimani aytasizlar? Biz aytdik, mana shu qo'shiqlar. Hozir nimani aytasizlar? Biz aytdik, soqnomay safti kalon. Endi ko'pchilik ustozlarimiz biladi, Bobur g'azal bilan keltursa yuz baloni o'shal bevafo menga. O'shani 4 qatorni aytinglar, men aytaman. Kim men aytib bo'ldimki, boshlab ketasizlar muzikani. Xo'p. Nima edi? Soqnomay safti kalon. Endi biz ham yozgan to'g'ri deb o'yladik-da, endi borib tekshirmaysiz. Bir payt boshlandi. Keltursa yuz baloni o'shal bevafo menga. Endi shunday she'rni aytayaptiki, endi bir ohang bilan chiroyli qilib biz tayyor o'tiribmiz. Kutib oling, konservatoriyaning 4-kurs talabalari ijrosida Soqnomay safti kalon kutib o'tiribdi. Soqi imomodan safti salom. Endi u yog'i hech kim boshlay olmaydi. O'zi chiqib ketib, nimaga chiqmayapsizlar dedi. Bu yog'i o'zi qovun bo'lib ketgan. Shunaqa voqealar bo'lib turadi. Rahmat, Rustamjon, rahmat.
umrda qisqonona deydilar. Didorlashuv desa g'animat deydilar. Mana bugun Buxoromizda nafas hofizlari, san'at ahli, ustoz san'atkorlarimiz bilan birgalikda bir dasturxon atrofida didorlashib, suhbatlashib, chaqchaqlashib o'tirishimiz. Demak, Erkinjon do'stimizdan bir jonli qo'shiq eshitamiz. Muxlislarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun albatta hozirgi kunda mana ijod yo'llari bilan, san'at yo'llari bilan xalqning dilidan joy olib kelyaptilar. San'at yo'lingizga omad tilab qolamiz. Chiroyli bir qo'shiqni kutib qolamiz. Agar ishqing osida yo'g'ar har jola toshulsin. Agar ishqing osida yo'g'ar har jola toshulsin. Og'izgar zarra chulpon ko'zangi oy anga qo'shulsin. Quyoshni bo'lmasiga ardun Oloyga aylama tashbih. Og'izgar zarra chulpon ko'zangi oy anga qo'shulsin. Kilsalardan o'lagaydi ko'nglimni shod aylasam. Har nafas noming dilimda doimo yod aylasam. Kilsalardan o'lagaydi ko'nglimni shod aylasam. Shahri bo'stonlar aro ham topmadim izlab seni. Tog' toshlar kunjida ham izni farhod aylasam. Shahri bo'stonlar aro ham topmadim izlab seni. Tog' toshlar kunjida ham izni farhod aylasam. Har nafas noming dilimda doimo yod aylasam. Kilsalardan o'lagaydi ko'nglimni shod aylasam. Har nafas noming dilimda doimo yod aylasam. Kilsalardan o'lagaydi ko'nglimni shod aylasam. Men seni vasling tamomga sidaman bilgilmadim. Men seni vasling tamomga sidaman bilgilmadim. Lekkiya boqmay sanamo qancha faryod aylasam. Lekkiya boqmay sanamo qancha faryod aylasam. Har nafas noming dilimda doimo yod aylasam. Kilsalardan o'lagaydi ko'nglimni shod aylasam. İltifat etkildilar qad sarding ko'rsatib. İltifat etkildilar qad sarding ko'rsatib. Hamdagil hofizning endi g'amdan ozod aylasam. Hamdagil shokirning endi g'amdan ozod aylasam. Har nafas noming dilimda doimo yod aylasam. Kilsalardan o'lagay
vaqti vaqt do'stlar keling Buxorocha chaqchaq. Yana bir bora assalomu alaykum aziz muxlislar, hamkasblar. Mana bu oqshomni tashkil qilgan tashkilotchilarimizga mingdan ming rahmat deymiz. Haqiqatan mana chiroyli suhbatlar bo'lyapti. San'atkorlarni hayotda juda ham ko'p qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Hammalaringiz bilasizlar, mana mustaqillik bayramlari, Navro'z bayramlarida ko'pincha boshlovchilik qilib, rejissyorlik qilib Yo'ldosh akamiz Kenjayev olib boradilar-yu, shu kishini bir sport blogini deydimi? Sport blogini ketgan paytda muzika tantanavor marsh ohangida musiqalar ketgan paytiga shu kishini so'zlari bor. Maydonda jang maydoni emas, bu sport maydoni. Maydonda viloyatimiz yoki tumanimiz polvonlari, sportchilari deb yana bu yog'i chiroyli gaplar shu endi. Chiroyli ohang bilan gapiradilar-ku. Shunga o'xshagan bir yaxshi shogirdimiz bor. Tumanimizning bir chekka qishlog'ida bir yaxshi aka xonadonda xizmat qilib turgan paytiga to'yda endi yaxshi chiroyli to'y ketib o'tirgan paytiga shu voqea bo'lib qolibdi-yu. Bu yigit ham o'zimizga o'xshagan shogirdimiz. Bu hozirgi yozuvidan mana bu sport blogini yozuvidan tuman miqyosida bo'ladigan bayramlardan u yigit ham sekin olib o'zini mini diskiga, o'sha disketaga yozib qo'ygan ekan. Maydon jang maydoni emas, bu sport maydoni va hokazo. To'y yaxshi ketyapti. Kelin kuyov taraf endi ozgina kuyov boshqa joydan ekan, kelin boshqa joydan. Ikkala tarafdan yigitlar ozgina kelishmay qolishganmi? Davrada tortishish bo'lgan. Bu yoqda qo'l-bola janglar ham boshlanib ketganmi? Nima bo'lgan bu yog'i sekin. Qarasa bu yigit endi davra bu yoqda gapirib turgani ham qolib ketibdi, bu yoqda sekin tortishish boshlanib ketibdi. Qo'shig'ini to'xtatib turib, o'sha zaps bor ekanda, o'sha yozuv bor ekan. Maydonda. Sekin men disni tiqib qo'yib, disketni bosib qo'yib, 2 kilovat, 3 kilovat apparatdan endi ketadi bu narsa. Tantanavor ohangda musiqa boshlanadi, marsh ohanglari bilan bam-bam. Bu yoqdan Yo'ldosh aka Kenjayev boshlaylar, chiroyli tovush bilan, diksiya bilan. Jang maydoni emas bu, sport maydoni. Maydonda tumanimiz sportchilarga marhamat, navbat deb. Xuddi shunaqa yana bu kelishilgan ekanmi deb o'ylaykanmi? Mehmonlar ham ikki tarafdan turib mana shuna qarsak cho'lavergan ekan o'sha payt. Lablaring shahri bor, shakari bor, sochlaringni mushk ila anbari bor. Lablaring shahri bor, shakari bor, sochlaringni mushk ila anbari bor. Omading sarviramon sumanbarim, yuzlaringni oy kabi anvari bor. Omading sarviramon sumanbarim, yuzlaringni oy kabi anvari bor. Lablaring ham asal qal go'zalim, hayolimni ayladi ban go'zalim. Lablaring ham asal qal go'zalim, hayolimni ayladi ban go'zalim. Inja og'zing sochadi durlarini, lolitib oshiq majnunlarini. Qora holing yuragin kuydiradi, men kabi kuyida majnunlarini. Qora holing yuragin kuydiradi, men kabi kuyida majnunlarini. Yarashib bir qora holing go'zalim, qora holingda hayolim go'zalim. Yarashib bir qora holing go'zalim, qora holingda hayolim go'zalim. Bandaye nozik rog'ing buloyin, sen mening suyukli yorim
lablaring ham asalu qan go'zalim xayolimni ayladi ban go'zalim lablaring ham asalu qan go'zalim xayolimni ayladi ban go'zalim lablaring shahri bor shakari bor sochlaringni mushk ila anbari bor lablaringni shahri bor shakari bor sochlaringni mushk ila anbari bor omading sarviravon sumanbarim yuzlaringni oy kabi anvari bor omading sarviravon sumanbarim yuzlaringni oy kabi anvari bor lablaring ham asalu qan go'zalim xayolimni ayladi ban go'zalim lablaring ham asalu qan go'zalim xayolimni ayladi ban go'zalim Bizga ham bir voqea bo'lganda cheka qishloqqa to'y o'tkazib o'tiramiz. Ko'chani u boshiga ham bir to'y bo'ladigan ekan. Xabarimiz yo'q, narsalarni ulab, unoq qilib joy ichib o'tiramiz. Tomot kelibdi, chiqing doirachi oling deb, unoq qilib doirachimizga aytdik. Aka chiqib doirachi olib bering. Akamiz cho'lib kelsalar, domot uni to'yxonaniki ekan. O'tib ketib qoldi. Keyin yana o'tiramiz, joy ichib o'tiramiz. Yana o'zim shu to'yxonadan domot kelsa, aka turing cho'ling desak, yo'q, cho'mayman. Nima uchun? Bu ham o'tib ketadi deganlar. Tun kechalar uxlolmayman, yor ko'changdan keta olmayman. Tun kechalar uxlolmayman, yor ko'changdan keta olmayman. Jon vasliga yetolmayman, sevibmizmi chidaymizda. Jon vasliga yetolmayman, sevibmizmi chidaymizda. Soch qo'ysam tegmayman deb men oshiqni qiynaysizda. Shu gul yordan kechmayman deb sevibmizmi chidaymizda. Shu gul yordan kechmayman deb sevibmizmi chidaymizda. Taqdirimiz qishgan xudo, qarashingga jonlar fido. Taqdirimiz qishgan xudo, qarashingga jonlar fido. Yormaslingdan etma judo, sevibmizmi chidaymizda. Yormaslingdan etma judo, sevibmizmi chidaymizda. Tun kechalar uxlolmayman, yor ko'changdan keta olmayman. Tun kechalar uxlolmayman, yor ko'changdan keta olmayman. Jon vasliga yetolmayman, sevibmizmi chidaymizda. Jon vasliga yetolmayman, sevibmizmi chidaymizda. Sevibmizmi chidaymizda. Sevibmizmi chidaymizda.
Majid akani hammalaringiz yaxshi bilasizlar. Yaxshi akaxonimiz. To'yda yana bir shunday voqea bo'lgandiki, shu mashinadan taroqni olib keling deb nima qildilar endi? Shunday bordik, mashinani ochib, taroqni olsam agar tishi yo'q taroqni. Keyin shunday keldi-yu, aytdim Majid aka, o taroqni tishi yo'q desam, shunday boshlardan shapkalarini olib, taroqqa tishi yo'q, menga soch yo'q dedilar. Xalçası lablariga yarashadur, raqiblar ko'z uchidan qarashadur. Xalçası lablariga yarashadur, raqiblar ko'z uchidan qarashadur. Mani bechora ishim tomoshadur, qad qomatlariga banda bo'lay. Mani bechora ishim tomoshadur, qad qomatlariga banda bo'lay. Lablariga yarashadur, raqiblar ko'z ichidan qarashadur. Xalçası lablariga yarashadur, raqiblar ko'z ichidan qarashadur. Mani bechora ishim tomoshadur, qad qomatlariga banda bo'lay. Mani bechora ishim tomoshadur, qad qomatlariga banda bo'lay. Shabillariga g'amxona bo'lay. Kulbamga boshini gib kirsaydi, shabillariga g'amxona bo'lay. Xalçası lablariga yarashadur, raqiblar ko'z ichidan qarashadur. Xalçası lablariga yarashadur, raqiblar ko'z ichidan qarashadur. Mani bechora ishim tomoshadur, qad qomatlariga banda bo'lay. Mani bechora ishim tomoshadur, qad qomatlariga banda bo'lay. Xalçası lablariga yarashadur, raqiblar ko'z uchidan qarashadur. Xalçası lablariga yarashadur, raqiblar ko'z uchidan qarashadur. Mani bechora ishim tomoshadur, qad qomatlariga banda bo'lay. Mani bechora ishim tomoshadur, qad qomatlariga banda bo'lay. Qad qomatlariga banda bo'lay. Salohiddinjon davramizda mana Buxoromizning yana bir ustoz san'atkori, Buxoromizning folklor qo'shiqlarini, Mavrigi qo'shiqlarini mohir ustasi, Tarjinavo guruhini rahbari Nemajon Imomov tashrif buyurganlar. Nemajon, avvalambor xush kelibsiz, tashrifingiz uchun rahmat. Men bir voqeani aytib bermoqchiman aka. Shu 97-98-yillar edimi? Bizga zakaz kelgan edi, Surxondaryo viloyati Denov shahrida. Oliyxon Hasanova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hammalaringiz bilasizlar. O'sha kishi boshchiligida men Shalo Sharipova birgalikda bordik Denov shahriga xizmatga. Yaxshi kutib olishdi bizani. Mehmondorchilik qilib. Endi kechqurun to'y boshlandi. Davra rais to'yini boshlab yubordi.
keyin navbatni Oliyxon Hasanovaga berib, Oliyxon Hasanova navbatni boshladilar. Aziz mehmonlar, biza Buxoro Sharifdan kelganmiz. Ana bu kecha sizlarga buxorcha xizmat qilib, men 2 shogirdim bilan kelganman. Bu kecha men Buxoroni muhammadlarini aytib beraman sizlarga. Buxoroni bachcha-bachchalarni aytib beraman sizlarga deb boshladilar. Ana men bilan 2 shogirdim kelgan. Bular ikkalasi ham o'z Buxoroda nom chiqargan deb shunaqa bizani bir reklamirovat qildilar. Ana hozir shogirdlarimdan biri boshlab beradi dedilar. Bu Buxoroda nom chiqargan shogirdim deb qo'ydilar. İsmim eslardan chiqdimi? Bachem nomad Chibut deb qo'ydilar. U yerda davrada o'tirganlar bizani hammalari yaxshi biladi. Davradagilar deyaptilar-ki, "Nima Dimov?" deb. U yerdan to'xtab Shahlo Sharifova nima deydi? Shahlo Sharifova, "Apa, mana nomam Aysatun Nabromadmi?" deydi. Bir mana shularga qiziq voqea bo'lgan edi. Onsuda dili hole, dili zor chidone. Khonkhori u shoqi jigar khor chidone. هرگز نخلیده به کفی پایی تو خوره آزردگی سینه افگار چی دانی دلی زار چی دانی جگر خار چی دانه آزردگی سینه افگار چی دانی شب تا بسنر خفته بخیل بدگهی نازی بخیل بدگهی نازی به خوبی و این دیده بیدار چی دانی زیفاخته پرواز کنان بر سری سروه درد دل مرغانی گرفتار چی دانی دلی زار چی دانی جگر خار چی دانی آزردگی سینه افگار چی دانی آزردگی سینه افگار چی دانی کبوتر بودم و پرواز کردم همون لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و راز پرواز کردم همون لحظه به دلدار رسیدم جانمه من تو میروی من چی کنم یاره همون لحظه به دلدار رسیدم نیگارو اینقدر قهر و غضب چیسته همون لحظه به دلدار رسیدم شبی که تو نباشی من نخندم همون لحظه به دلدار رسیدم علت بر من نمی سوزد سبب چیسته همون لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و راز پرواز کردم همون لحظه به دلدار رسیدم
زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی از وقتی درای من نگاهی تو کنم زنگی اندیش من چشمانی سیاهی تو کنم زنگی یک گل دارم که زکاتی تو کنم زنگی یک جانی عزیز دارم و قربانت کنم زنگی زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی Bir kun guruhimiz bilan mashq qilib o'tiramiz, repetitsiya qilib o'tiramiz. Bir odam kelib qoldi. U ham muzikant ekan, yoshlar katta tanimadik. Keyin ukajon, men ham bir tashla o'qisam maylimi? Ha, mayli, keldik. Keyin ashula bor ana u. Men o'rgilaymen raqqosasidan. Shu ashulaga ladan dedilar tanalist. Pardasi la bo'ladi. Shuni chalib beringlar, men bitta o'qimoqchiman. Xo'p. Shuni boshladilar. Men o'rgilaymen raqqosasidan degan vaqt ladan chalib siga o'tamiz biz. Tushmayapti, nimaga buni? Yana la deyapti. Xo'p. Men o'rgilaymen raqqosasidan yana siga o'tamiz. Ataylabda shu axir joniga tegib ketdi. Men o'rgilaymen raqqosaladan deyordi ekan.